Qaranglar, savollarga qarab o'tiribman. Men ham juda ham zo'r komplekt qilib qo'yilibdi, ko'ka qilib. Olivkoviy list bilan propolis yosh-u qariga 1 yoshdan tepasiga hammaga mumkin dozasiga qarab berilaveradi, yoshiga, vazniga qarab berilaveradi. Organizmni polni tozalaydi, ichaklari tozalaydi, o't tozalaydi, oshqozon tozalaydi. Ikkalasi qo'shilganda mощный antioksidantga aylanadi. Очищение qiladi, juda ham zo'r narsa. Banyo ham xuddi shunaqa. Mana shamollash ko'p, yo'tal ko'p. Ikkalasini qo'shib ichiringlar. Banyodan qo'shib, oyog'ini vanna qilinglar. Juda ham zo'r rezultat beradi. Bu bitta kompleks bo'lib qolar ekan. Buni hamma narsaga ishlatsanglar bo'ladi-da. Banyo haqida soatlab gapirsak bo'ladi. Ikkalasi yana aka-uka. Kashtalik shampun ham bioshampundan keyin turadi. Aynan kashtan ham soch ildizini zo'r oziqlantiradi qizlar. Bu shampun soch to'kilishiga qarshi bu ham. Bu shamponni ishlatib, bazam ishlatsanglar zo'r rezultat ko'rasiz. Soch qalinlashi bo'lsa-da, to'kilish kamayadi, 100% kamayadi. Kashtalik shampun yana bir narsaga, qalin sochlarga, jingali sochlarga zo'r.